Shu videoni maksimal darajada tarqatinglar. Iltimos oxirigacha ko'ringlar. Akalar, ukalar, opa-singillar maksimal darajada qo'shni davlatlar Qozog'iston, Qirg'iziston, Afg'oniston, Tojikiston butun qo'shni davlatlarga tarqatinglar va oxirigacha ko'rib o'z fikrlaringizni qoldirasizlar, kommentariy yozib adilitsiya qilib borasizlar. Rahmat e'tibor uchun. Ulardan biri bo'lib, uning yaralishi eramizdan oldingi asrlarga borib taqaladi. Dutor cholg'ular orasida o'zining tabiati, milliyligi, serjilo ovozi bilan boshqa cholg'ulardan ajralib turadi. Dutorni nafaqat o'zbek xalqi, balkim qardosh xalqlarimiz, turkman, qoraqalpoq, uyg'ur, turkman xalqlarining ham milliy cholg'ularidan biri bo'lib hisoblanadi. İlk bor 15-asrda yashab ijod etgan Zaynulloddin al-Husayniyning Qonuni ilm amali musiqiy risolasida dutorga ta'rif berib o'tilgan. O'sha davrdagi dutorning tuzilishi, dastalari, simlari, sozlanishlari hozirgi biz amalda qo'llab kelayotgan dutor cholg'usiga mosligini ko'rishingiz mumkin. Hozir men sizlarga 4 ta o'zini davlatda mashhur bo'lgan soundtrack kuylarni ijro etib beraman. Kuylarning nomini kommentariyada kutib qoling.